Agar Endrikning aqli bo'ladigan bo'lsa, u Real Madridga qaytmasligi kerak. Nimaga bunday deyapman? Videoga like bosib siz obuna bo'lib qo'ying, hozir tushuntiraman. Hamma Endrikning yorqin kelajak sari tug'ilganligini yaxshi biladi. So'nggi paytlarda unga ishonch pasayib ketgandi. Lekin bularning barchasi Lyonga o'tish haqidagi shartnomagacha. U Madridga kelganida shunchaki navbatdagi yosh iqtidor emas, u aynan Estevaodan ustunroq ko'rilib, jamoaga olib kelingandi. U kelajakdagi global super yulduz, bir kun kelib dunyoning eng yaxshi futbolchisiga aylanishi mumkin bo'lgan futbolchi sifatida olib kelingan edi. Ammo Madrid boshqacha yurish bilan chiqdi. Unga o'yin vaqti berishmadi. Formasi yo'qoldi. Kutilgan umidlar esa sekin-asta so'nib bordi. U Madridda qolishi ham mumkin edi. Dunyoning eng katta klubida zaxirada o'tirib shunchaki oyligini sanab o'tirish ham mumkin edi. Lekin Endrik bunday futbolchi emas. U ko'zlarida yosh bilan zaxirada Mbappe va Gonzaloning gollarini tomosha qilib o'tirish uchun jamoaga olib kelinmagan edi. Va hozir agar aqli bo'lsa Real Madridga qaytmasdan boshqa jamoada o'zini ko'rsataverishi menimcha eng to'g'ri qaror. U ahamiyatsiz futbolchi bo'lib qolishga rozi bo'lmadi. Shuning uchun eng qiyin qarorni qabul qildi. U ketishni tanladi. U Lyon klubiga yolg'iz yo'l oldi. To'g'ri, uning Madridda ishlari yurishmadi, ammo Lyonda isbotlash uchun juda ham ko'p narsalarni qilsa bo'ladi. Va u buni isbotlamoqda ham. Dastlabki 3 ta o'yinda 5 ta golga bevosita hissa qo'shdi. To'g'ri, bu vaqtinchalik transfer. Ammo bunday o'yin namoyish etaversa doimiy bo'lib jamoada qolishi aniq. Chunki Endrik kabi futbolchilar boshqacha darajada. Ularning iqtidorini zaxiraga o'tkazib, ko'mib tashlab bo'lmaydi. Bu hikoya qulash haqida emas edi. Bu armonlarni unutib, chin dildan katta bir qobiqdan otilib chiqqan umidli bolakayning qayta tirilish haqidagi hikoyasi edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, albatta obuna bo'lib qo'ying.